Xo'sh, boshladik bo'lmasa. Assalomu alaykum. Nima gap, jigarlar? Charchamayapsizlarmi? Joninglar sog'mi? Ishlar bo'lyaptimi? Qanaqa? Nima gap? Xullas, kecha hamma o'zi ko'rdi. Telegram kanalga men hammasini tashladim. Men bu stavkalarni полностью yutqizgani hammasini tashlandi. Общий прибылimizni men sizlar bilan hozir birgalikda hisob-kitob qilamiz. Tak, bu videoni men o'zim va'da berdim, yutqazmasdan stavka qilish strategiyasini chiqaraman deb. Bu sohada meni o'zimni 10 yildan oshiq stajim bor. 10 yildan oshiq mana shu sohani ichida yurgan odamman. Kerak bo'lsa qoqilgan vaziyatlar ham bo'lgan. Nima deydi? Odam o'zini o'zi osib tashlayman deydi-yu, qarzga botib ketdi. Shunaqa holatlar ham bo'lgan, boshqa bo'lgan. Hozirgi vaqtga kelib bir narmani juda ko'p narsalarga erishgan odamman. O'shani sizlarga bilimlarni ulashyapman. Tak, bu videoni pul qilaman degan odam har bir sekundini o'tkazmasdan ko'rsin, общий o'zi shuni oladi. Bu chunki bunda chista matematik strategiyalar bilan va ozgina aytganimdek opitni nima qilib turib pul qilib chiqib ketamiz. Eslaringda bo'lsa 2 kun oldin balansga 9,5 million so'm poполнение bo'lgan. Bundan oldingi videoni ko'rsanglar turibdi va nima bo'lgan? Общийda hozir hisob-kitob qilib qo'yamiz sizlar bilan va kechagi va bugungi qilgan natijalarimizni hozir sizlarga общийda ko'rsatib beraman. Qani natija gapiradi deb aytganman. Menimcha natija gapirdi. 2 kun mobaynida biz sizlar bilan foyda qildik. Tak, hozir mana hisoblaymiz. 5020603. 2 kun ichida 16 ta stavka qo'yganmiz. Общий 13 million 200 ming so'm. To'langan 18 million so'm. Общийda biza adashmasam 200 ming so'm kam 5 million so'm pribıl qilganmiz. O'shani hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Общий va Telegram kanalga tashlaganman. Bolalar ko'rgan, tikkalar ham bo'lgan va kechadan beri ancha aktivimiz o'sgan. O'shani sizlarga men ko'rsatib o'tmoqchiman. Tak, pastga tushamiz. Birinchi video. Bundan oldingi bitta videoni ko'rsanglar, men bitta turibdi mana 1 2 3 4 5 6 ta stavka berilmagan. Bu stavkani men o'zim jonli qilganman va dash xohlasanglar Telegramga tashab, Telegramda mana shunaqa har kuni video olib sizlar bilan birgalikda pul ishlaymiz deb aytib ketdim. Tak, mana birinchi kuni qilgan foydamiz, общий hisoblaymiz. Xohlaganlar, agar matematikaga qiziqadiganlar bo'lsa, hisob-kitob qilib olaversin. Общий mana bu joygacha biz 1 million 300 ming so'm foyda qilganmiz bir kunda. 1 million 300 ming so'm foyda qilganmiz. Keyin kecha men bu 403 700 ming so'm tikilgan, mana ko'rinib turibdi. Ozgina men bu nimalari bilan ko'rsatib beraman. Kecha men bu stavkadan boshlangan общий 700 ming so'm tikilgan, 1 million 200 ming so'm foyda qilingan. Uni orqasidan ko'rganlaringdek mana 1.37 koeffitsiyentga 872 ming so'm tikilgan. Biling, bu chala men bundan boshlangan ekan. Uzr. Ming bor uzr. Men bundan boshlangan ekan kecha. 1 million 195 ming. Даже berilgan stavkalar undan oldingi kuni mana ungacha bo'lgan. 1 2 3 4 5 6 ta bo'lgan ekan. Uzr, ming bor. Men bu joygacha 872 ming so'm tikilgan, ya'ni 10 million 872 ming so'm ko'tarilgan, 9,5 million, 1 million 300 ming pribıl bilan 872 ming so'm tikilgan va 1 million 200 ming so'm olingan. Keyin men bu joyda yozganman. Xullas bu stavka berilgan, 195 ming yegan. Endi men sizlarga hisob-kitob qilib beraman va bu joyda biz riskovat qilganmiz. 1,5 million so'mga men buni qaranglar, quyet qilib o'ynadi kecha komandalar. Benfica, Barselona ikkala jamoa uradi. 1,5 million so'mga примерно 25 million so'm kelishi kerak edi. Orada mana shunaqa riskovatdan qilib turamiz. Kanalga tashlaganman, xohlaganlar tiksin deyilgan. Va undan keyin bu stavkamizni yedi. Keyin men bitta tashladim. O'tish ehtimoli 80% deb tashladim. Mana примерно bunga sabablarni ham tushuntirib beraman. Barselona bilan Benfica o'yin bo'ldi. Ko'rganlaringdek Barsa qizil oldi va bitta gol urib oldi. Uni yog'iga aniq edi. Barselona nimaga himoyaga yotishi aniq edi. Temboli mehmonda, undan tashqari 10 kishi bo'lib harakatlangani uchun himoyaga yotishi aniq edi. O'shaning uchun 1,5 dan oz nimasini olganmiz. Buni ham kanalga tashlaganman. U hozir sizlarga Telegram kanalga tashlaganlarimgacha ko'rsataman. 2,5 million so'm tikilgan, minus qaytaramiz deb tikkanman. Xo'sh, undan keyin men buni tashlaganman. 99% o'tadi deb tashlaganman. 99% ehtimol bilan bu ham
PSG Liverpool xuddi shu holat bo'ldi. PSG bilan dalbit qilib tashadi hujum qilishni. Nihuya yordam bermadi, hujum qilib gol urdi, bilat ofsayd bo'ldi, boshqa bo'ldi. Oxirida Liverpool bitta gol urdi, uni yog'iga himoyaga yotish aniq edi. 90 plus adashmasam 4 minut ichida 368 ming so'm. Undan keyin mana bitta ko'rsatilgan 488 ming. Bu ham yegan, mana общий hisoblab beraman. Mana sizlarga 488 ming yegan. Orqasidan 2 million so'm mana bu yerga urganman. 11,5 dan katta. Burchakdan o'tgan 3 million 488 ming. Undan keyin orqasidan 488 ming yana tikib turib 910 ming so'm kelgan. 910 ming so'm yana tikib turib 1 million 242 ming keldi. Uni orqasidan 242 ming so'm tikildi. 315 ming keldi, 100 ming so'mda. Bu ham yomon emas. Xo'p, buni qana qilib biza foydada qilib chiqib ketdik. Foyda qilib chiqib ketdik. Hozir men sizlarga shuni tushuntirib beraman. Buni men o'zim balansni to'g'ri taqsimlaganman. Hozir sizlarga men o'zim tushuntirib beraman. Tak. Hozir kechagi Telegram kanalimizga o'taylik. Mana bitta o'g'ilchaning rasmini qo'yib qo'yganman, dollarlarni. Tak, mana bitta. Xo'p, bolalar, ming bor uzr, mashi joyida men Telegram kanaliga hamma stavkalarni tashuvdim, ko'rsatmoqchi edim. O'zimizdan Telegram kanalda ozgina muammo bo'lgani uchun biza zapis ekranni o'chirib qo'ygan ekanman. Ya'ni Telegramga kirib zapis qiladigan bo'lsa, ko'rinmaydigan qilib qo'ygan ekanman. Tak po faktu keltirib bera olaman. Telegram kanaliga o'tishinglar hammasini полностью dal shu videoni ko'ringlar, o'zinglar tushunib olsanglar bo'ladi. Buni bu yerga ozgina video qilib qolishi mumkin. Ming bor uzr hammanglar. Bugun endi tashlanadigan stavkalarimiz mana ko'rganlaringdek, men bu kanalga bu videoni tashlaganman. Hech qanaqangi stavka yo'q. Bugundan boshlab mana shu kanalga полностью birinma-ketdan shu strategiyani videosi ham, undan tashqari nima ham tashlanib ketaveradi kunma-kun. Hozirgi stavkalar ham, stavka qilsam mana shu kanalga kunma-kun tashlab ketaveraman. Chunki deganda sabab bizani hozirgi mana bu ko'rib turgan kanalinglar xohlagan vaqtda o'chib ketishi mumkin. O'shaning uchun men aytayapman, Telegramga o'tib qo'yinglar. Telegramga o'tib qo'ysanglar, dalsh ya'ni yangi kanal ochiladigan bo'lsa, yangi kanalga qo'shilib, dalshi bo'lsa bizlar bilan pul ishlab ketaverasizlar. Xo'sh, men sizlarga fakt bilan keltirib berdim. Endi mana bu summaga keladigan bo'lsa, 10 million so'mga demo u yoq deydiganlar bo'lsa, aqli bor odam o'zi tushunib oladi. Men strategiya bilan pul qilyapman, dalbayob emasman to'g'risi. Chunki 14 million so'm pul qiladigan odam strategiya bilan hech qachon demoda o'ynamaydi deb o'ylayman. Bu pulni ham men o'zim garantiya beraman. 20 давайте 30 million so'm qilaman-da. Men chiqarib, imini полностью tushganlari bilan, undan tashqari даже kerak bo'lsa bankomatdan borib yechganlarimgacha men tashlab beraman. Если что-ga Telegram kanaliga tashlanadi. 30 million so'm bo'lganda 20 million so'mni yechaman, 10 million so'm yana balansda qoladi. Tak, hozir sizlar bilan qiladigan ishimiz kirdik. Mana buni qaranglar. Burchakdan o'tamiz. Tak. Hozir men sizlarga nimadan kelib chiqib hisoblab beraman. Tak, bunda nima bo'ladi deb o'ylayman. Tak, 6,5 dan oz bo'ladi deb o'ylayman. Давайте 315 ming 007.94. Burchakdan nimadan oz bo'ladi deb tikdim mana. Srazu. Buni screenshot qilaman-da, srazu kanalga bolalarga tashlayman hozir sizlar bilan birgalikda. Tak, voy yebать, qulplandimi? Yobbani urot. 007.94, bilet. Gavnyuxa, bilet. Nima bo'lyapti, bilet jalab. Qulplan chiqib ketinglar onasi ham. Men bunga kiraylikmi? Tak, давай, bo'lmasa. Tak, bu o'yindan bilet xuyoysa-da, bilet normalniy o'yinlar mana bitta bor ekan. Gruziya chempionati. Davay, men buni 1,5 dan ozini olaylik. Tak, 315 ming 007.94. Примерно 180 ming kelar ekan. Mana buni qaranglar, pul qilishni men sizlarga tushuntiraman. Tak, mana srazi kanalga tashlayman, hozir sizlarga ko'rasizlar. Xo'sh. Bilet, yebat, nimalar chiqib kelyapti onasini emsin. Bilet, men bu yozuv yozmadim-da. Ozgina balansdan tur. Davay 3% tikamiz. O'tish ehtimoli 70, даже 80%. Qaranglar bolalar, bir nimani tushuninglar. Men даже sizlarga o'tish ehtimolini ham to'g'ri yozib qo'yamman. Juda ham ko'pchilik odam yozyapti.
aniq hisob, balo battar, yo biyolar, xuyovitsalarni chiqarib zayibatsa bo'lib ketgan bo'lsanglar kerak, chunki уже bunaqa narsalar juda ko'payib ketgan hozirgi vaqtda. Koeffitsient beraman, 50 koeffitsiyentli kupon beraman, boshqa beraman. Ishlanadigan narsa, men fakt keltirib berdim, mana yutilgan ham, yutkazilgan ham общийda mana shu joyga tashlanadi. Telegramga ham tashlanadi. Oxirida plyusda chiqasizlarmi, minusda chiqasizlarmi, shuni o'zlaring hisob-kitob qilib qo'yasizlar. Men sizlarga mana keltirib beraman, qanday qilib foyda qiladi, nima bo'ladi, общийda men sizlarga foyda qilib chiqarib beraman. Xo'p, bizlar nimani hisobiga foyda qilamiz? Ozgina staj bor, stajni hisobiga, undan tashqari balans to'g'ri taqsimlash va undan tashqari dagon qilganimizning hisobiga ko'proq biza foyda qilamiz. Har kuni kunlik pul chiqarib ketilaveradi. Xo'sh, bu stavkani o'tishiga примерно 7 minut bor ekan, o'tish ehtimoli baland, ko'rganlaringdek 80%. Xo'p, sizlarga men o'zim hozirgi vaqtgacha bir 6 minut, 7 minut qancha bo'ldi video? 12 minut ekan. Bu video примерно 40 minut yoki 50 minut bo'ladi. Hozir sizlarga men o'zimni boshimdan o'tkazgan narsani aytib beraman. Hozir aytdim-ku, videoni boshida aytdim. Даже o'zimni osadigan darajagacha kelganman, minus bo'lib deb aytdim. Xo'p, bu qanaqa bo'lgan? Bu o'yinning ichidan bo'lmagan. Bu o'yinning ichidan minus bo'lgan vaqtim ham bo'lgan. Birinchi, adashmasam 2016-yil, 2016-yil mana shu o'yinning orqasidan normalniy pul tushganman. Taxminan $7000. Hozirgi vaqt bilan hisoblaganda bitta spakt pulni tushib o'rganman oldin. Undan keyin bu o'yinlarda tashadim, ora-churada o'ynab yurdim, baribir qanaqadir xumori tortadi deydimi, shunaqa ora-churada o'ynab yurildi. Undan keyin qiyinchilikdan keyin juda katta yengillik keldi. Men sizlarga hozir o'shani aytib beraman. Qanaqa qilib, qanaqasiga omad keldi menga va qanaqasiga bu sohaga kirib ketdim, shuni men sizlarga noldan boshlab tushuntirib beraman. Xo'p, shunaqa bo'ldi, $7000 minus bo'ldim. Undan keyin qarz qavala bo'lib, bu yoq bo'lib Rossiyaga ketdim. Rossiyada примерно 3 yil ishlab yurdim. Unaqa katta narsalarga erisha olmadim. Xo'sh, undan keyin biling, уже qulplandi, уже 40 minut, 5 minut qoldi. Qarzga kirib ketdim. 3 yil Rossiyada yurdim. Unaqa katta narsalarga, men o'zim o'ylagan narsalarga erisha olmadim. Xo'p, undan keyin keldimda bitta nimani aytib beraman sizlarga. Mashina oldim. O'zimcha o'yladim, bitta ish, ya'ni not ishlaydigan ish oldimda. Undan tashqari bitta mashina oldim, kredit qilib. Mana aytaylik, kredit qilib bitta mashina oldim. Nexus 3 bo'lgan, birinchi olgan mashinam. Nexus 3 dan keyin u Nexus 3 not ishlab chiqardimda, ishdan chiqib turib taksistlik qilardim. Taksistlik qilib yurib turib ozgina staj yetishmadi, to'g'risi bu kulgili narsa. Men aytib beraveraman, mana realni aytib beraman. Bir oyda, ishonaveringlar, bir oyda podriyatiga 3 marta avariya holati bo'ldi menda. Ya'ni hozirgi vaqtda o'zlaring o'ylab ko'ringlar, endi bu taxminan 4 yil oldingi narsa. Bitta avariya hech bo'lmaganda $1000 tushadi rejalar. Bitta avariya $1000 tushgan taqdirda ham $3000. O'zlaring o'ylab ko'ringlar, meni holatim данный moment sizlardaqa. Hozir sizlarga bir oyda $3000 minus keladigan bo'lsa, qanaqa qayerga boshinglarni urishni bilmay qolasizlar. To'g'risi, men o'zim bunaqa sharoit zo'r bo'lmagan, hozirgi vaqtga kelib вообще udar, u paytda bo'lmagan. Xo'p, undan keyin sharoit bo'lmagandan keyin qayerdan topaman $3000 pulni, o'zlaring o'ylab ko'ringlar. Bir oyda bo'lgan narsani. U endi bitta urganman, bir oyda qanaqasiga bo'lgan? Urganman, chiqqan mashina yana urganman, yana chiqqan, yana urganman, bilat. Ular shunaqa holat bo'lgan. Keyin u paytda bunaqa o'yinlar o'ynamasdim. Keyin nimadir qilib turib ishxonamdan pul olganman. Qancha? 7 million so'mdan pul olib turib, o'sha 7 million so'mni prям Xbetga urganman. Xbetga urib turib, omadim kelgan, u vaqtda omad kelib turib, mana bunaqa aylantiradigan kazino o'yindan 88 koeffitsient tushib olganman, 300 ming so'mdan. Примерно u pul bilan hisoblaganda qancha bo'lgan? 88 koeffitsient bilan ushlaganimda 25-26 million so'm bo'lganda, 26 million so'mdan bilan 7 million so'mni, 28 million so'm bo'lgan ekan. 28 milliondan 8 million so'mini nimaga berganman? Shu olgan joyimga 7 million so'm berganman, 21 million so'mni o'sha bir kunning o'zida tarqatib tashlaganman hammaga.
chunki qarzim bo'lganda, qarz bo'lganman, hammasini tarqatib tashlaganman. Endi u vaqtlarning ichida bu narsaga qilguncha 7 million so'm birov berish oson emas. To'g'risi miya og'rib, $3000 qarzman. Даже kerak bo'lsa, bilad deganman, qayerdan topaman deb turib, jalab kerak bo'lsa o'zimni osib yuborsam ekan, onasini ham bilad, qutulsam, ketsam. Uje xotirjam uxlash men uchun qanaqa tushuntirsa bo'ladi, nima bo'lib qolgan? Orzu bo'lib qolgan bitta. Xotirjam uxlasam bo'ldi degan narsa bo'lib qolgan. Xo'sh, undan keyin shunaqa holatlar bo'lgan. Keyin 28 million so'mni bir kunda tarqatib tashlaganman. Baribir ozgina laxtay so'mni qolgan. Keyin bu sohaga kirishni yana boshlaganman. Keyin har xil o'yinlar o'ynab ko'rdim, boshqa qilib ko'rdim. Oldin Qirol Bookmaker kanalini yuritganman, bilasizlar. Undan keyin nima bo'ldi? Normalniy pribelga chiqishni boshladim, o'ynab boshqa qilib. Lekin u o'yinlar omadga bog'liq. Keyin o'zim o'ylab ko'rib, men bunaqangi strategiyalar yaratishni boshladim. Даже oldindan bunaqa stavkalar qilib kelganman, lekin hech ham bir bunaqa balans to'g'ri taqsimlab, stavka qilib foyda qilish sistemasini hech qachon nima qilmadim. Keyin shundan keyin mana shunaqa qilishni boshladim. Nasib hozirgi kunga kelib, o'tgan safar aytganimdek, ikkita uy, normalniy uy bo'lganda ham ana 15 ming, 20 ming dollarlik uy emas. Primera o'rta hisobda aytaylik, 50 mingdan ikkita uy qilingan, undan tashqari bitta BMW M5 hozir vaqtda 10x qilganman. Mana shu strategiyalar orqasidan mana shunaqa sabr bilan pul ko'tarib, mana shunaqa qilganman. Hozirmi maqsadim nima? Maqsadim to'g'risi bu o'yinlarni men halol demayman, harom, lekin meni fikrim, men buni qaranglar. Qo'limdan keladi bu narsadan pul topish qo'limdan keladi. Nima uchun men pul topmasligim kerak? Masalan, aytaylik, biron bir o'rtog'im bir juda qiyin vaziyatda turibdi hozir. Qiyinchilik bilan, masalan, onasi kasal deb hisoblaylik, o'rtog'im avvalambor bunaqa bo'lmasa, yaqin o'rtog'im onasi kasal bo'lsa, meni qo'limdan keladi bu narsaga yordam berish qo'limdan keladi, lekin bu narsani qilmasligim menimcha to'g'ri emas deb hisoblayman. To'g'ri emas. O'shaning uchun mana shunaqa narsalarni o'zbek zabon inson borki, любой insonga o'rgataman. Bugungi kundan degan niyat bilan bu kanal ochildi. Общий mana shu kunma-kun qanaqa strategiya qilsam, qanaqa pul qilsam, общийlarga men berib boraveraman. Aytganimdek natija gapiradi. Va niyat 2025-yil emas, 2025-yil ulgurmayman bu narsaga, lekin 2026-yil men garantiya beraman, juda ham ko'p insonlarni mana shu o'yin sohasidan pul minusda bo'ladigan bo'lsa yoki bir o'ta ham bir minusda holat bo'ladigan bo'lsa, qarz balobatlar bo'ladigan bo'lsa, mana shunaqa insonlarni olib chiqib ketish degan niyat bilan mana shu kanal ochilgan. Menga foyda yo'q, to'g'risi. Mana ko'ryapsizlar-ku, menga hech qanaqa foyda yo'q. Foydam o'zi bor. Kunlik foydamni qilib yuraveraman. Prosta maqsad mana shunaqa insonlarga yordam berish. To'g'risi, men o'zbekman. O'zbekligim uchun o'zbeklarni doim podдержка qilib kelaman. Bundan buyog'iga ham O'zbekistonni podдержка qilaman degan niyat bilan ochilgan va O'zbekistondan tashqari meni qaysidir millat tushunadigan bo'lsa ham, любой insonni, musulmonki insonni podдержка qilib qo'yaveraman. Tak niyat shunaqa. Ko'rganlaringda men bu ham o'tdi. Ozgina ko'proq gapiraman. Menimcha bu gaplarim ozgina foydali bo'ladi, sizlar uchun foydali bo'ladi. O'shaning uchun imkon boricha videoni o'tkazmasdan ko'rsanglar yaxshi bo'lar edi. O'zlaring uchun foyda bo'ladi bolalar. Tak, men bu stavkamizda ham 1.25 koeffitsiyentli stavkamiz o'tdi. Mana почти o'tdi. Примерно 1000 почти o'tib bo'ldi уже. Mana sizlar bilan gaplashib o'tiribmiz, уже 80 ming so'm pul qilib qo'ydik. Katta yomon summa emas. Hozir men sizlar bilan 40 minut, 50 minutlik video qilaman. Orada to'xtalishlar bo'ladi, boshqa bo'ladi. Примерно 2 soat, 3 soat vaqtim ketadi. Men vaqtimni sarflayman bu video uchun. Agar imkoniyatinglar bo'lsa bolalar, sizlardan iltimos qilib qolardim. Meni niyatimga yetishim uchun o'zbek zabon inson borki, mana shu sohadan minus qilgan inson borki, mana shu videoni jo'natinglar yoki bo'lmaganda like bosib, podpiska bo'lsanglar, mana shu videoni jo'natsanglar, meni niyatimga tezroq erishishimga yordam bergan bo'lardinglar. Agar ko'rgan bo'lsanglar, mana общий men o'zim pribel qilaman har kuni. Men bilan birga bo'linglar. Masalan, qanchadir summani solinglar. Masalan 1 million aytaylik, 1 million bo'lgan taqdirda ham hozir men 2 kunda ishlagan puli 250 ming so'mdan bo'lganda ham 500 ming so'm ishlardi.
500 ming so'm. Bu balans kattaygan sari mana ko'ryapsizlarmi? Balans 1,5 million bo'ladi, keyin 2 million bo'ladi, keyin 3 million bo'ladi. Balans kattaygan sari ishlangan summa ham kattalashib ketaveradi. Mana gapim to'g'ri deb hisoblayman, gapim to'g'ri. Balans kattalashgani sari ishlayotgan summalar ham kattalashib ketaveradi. Masalan, kimdadir hozir 10 million so'm bo'lmasligi mumkin. Masalan, menda 10 million so'mdan даже 100 million so'm depozit qilishga ham qurbim yetadi. Lekin 10 million so'm bilan yetadi. Mana shu narsa bilan sabr bilan ko'tarib ola olmayman. Mana уже ko'rganlaringdek bu bolalar mana bilaman jilib ketdi. 22 minutlik video уже bor. Tushunib ko'ringlar. O'tdi bu уже mana 393,759 so'm, 80 ming so'm foyda qildik. Tak chiqamiz. Xo'p, boshqa o'yinlardan yana foyda qilamiz. Tak 25-minutga, mana shu 30-minutgacha ikkisini olgim keluvdi boya. Tak, ikkita o'yin boshlanyapti. Tak, buni nima qilamiz? Xo'p, mana bu pastga tushganda natija daqiqada degani bor. O'shani topamiz. Bo'lmasa boshqasiga tikamiz. Tak. Na total daqiqaga даже bu 60-minutgacha quyet. Quyet qilib ko'ringlar, 60-minutgacha. Даже nima ko'rsatyapti? Natija daqiqada, bilet total daqiqaga bu 60-minutgacha ko'rsatyapti. Bizga kerak emas-da u. O'tadigan koeffitsiyentlarni olamiz biz. Xo'p, bulardan paka hozircha mana bor. Natija daqiqada. Tak 20-minutda x. Tak bizga 10-minutda ham yetaveradi. Onasini hamsin qancha? Примерно hozir summani tiklayman. Давайте 500 ming so'm uraman mana. Va buni kanalga tashlayman sizlar bilan birgalikda. 500 ming so'm ketdi. Mana bu 3 koeffitsient 150 ming so'm keladi. Men buni mana sizlar bilan birgalikda tashab qo'yamiz kanalga. Tak. Mana Pochin bilan lochin bo'lib ketdi, onasini hamsin. Pochin yomon emas 80 ming. Bunday qilib qo'yamiz. Tak, endi men bu narsani tushuninglar bolalar, hozirgi vaqtga kelib juda ham ko'payib ketdi. Qanaqalar, qanday tushuntirsa bo'ladi, biladi. Daxu bo'lib ketdi, biladi. Kazinoda reklama qilib, boshqa qilib, kazino omadga bog'liq narsa, strategiya, boshqa narsaga yutish qiyin narsa, omadga bog'liq narsa. Omad bo'lsa yutasan, bo'lmasa yutkazasan. Bu shunaqa narsa, risk narsa. Bu strategiya bu. Xo'p, endi qaranglar, to'g'ri, men qilayotgan summalar oz bo'lishi mumkin. Masalan, 80 ming, 150 ming mana shunaqa foyda bo'lishi mumkin, lekin menda o'zimda sabr bor, toqat bor. Shu narsaga kunma-kun foydamni olib yuraveraman. Hisoblayman. Masalan, bugun 1,5 million so'm topdim deylik, menga yetadi bolalar, 1,5 million so'm. Masalan, sizda 1 million balans bo'lsa, 150 ming so'm topsangiz yomonmi? 150 ming so'm uchun bitta odam chiqadi-da, jala bir kun ishlaydi. 200 ming so'm uchun bir kun ishlaydi. Shu narsani hisob-kitob qilib olinglar. Bir narsani miyalarga quyib olsanglar, yana ham zo'r bo'ladi. Chunki, masalan, hozir mana 80 ming pribel qildimmi? 80 mingni mana cho'ntagingizda deb hisoblang. Cho'ntagingizga tushgan pul уже u 80 ming cho'ntagida. 80 mingni endi ko'chaga chiqib ishlatadigan bo'lsangiz, normalniy summa-da bu. 80 ming so'mga normalniy ishlar qilsangiz bo'ladi. Masalan, ozgina qo'shsangiz 1 kilo go'sht olsangiz bo'ladi. Primer hisob qilib aytyapman. 100 ming so'm, 30 ming qo'shing 1 kilo go'sht beradi. 1 kilo go'shtni shunday uyga olib kirsangiz, biladi, 3 kun yeysiz, kamida bir zo'r yesangiz 3 kun yeysiz. Shu narsani hisob-kitob qilib olinglar. Shu narsani miyaga suqib oladigan bo'lsanglar, yana ham zo'r bo'ladi. Bolalar, bu darslik. Xo'p, bolalar, endi ozgina videoni to'xtatib turaman, sabab video juda ham cho'zilib ketadi. Tak, men buni screenshot qilaman-da, kanalga tashab qo'yaman. Xo'p, balansdan 4%. Tikamiz. O'tish ehtimoli 70%. Tashab qo'ydim mana ko'rganlaringdek. Xo'p, endi biz kutamiz 10 minutmi? 10 minutdan keyin men videoni boshlayman. Bu yog'i dars bo'lishga ketaveramiz. Xo'p, bolalar, uje mana bergan stavkam 11-minut o'tdi uje. Mana 150 ming so'm. Taxminiy aytaman 40 minut. 40 minut vaqtim ketdi. 40 minut ichida 80 ming, 150 ming, 230 ming, 240 ming so'm bo'lyapti, yomon emas. Tak, endi sizlar bilan hozir tak mana bu joyda mana bu o'yinga tikib ko'ramiz hozir. Xo'p,
natija daqiqada degani bo'lsa o'shanga tikib ko'ramiz. Tak 75-minutgacha beryapti. Shuni olib ko'raylik. Mana 300 ming so'm. Qancha beradi? 300 mingga 120 ming so'm berar ekan. Tak. Okey, 300 ming so'm ketdi. Men buni kanalga tashlaymiz. Birinchi tak mana bom og'riq deb qo'yamiz. Bom og'riq. Qisqa lo'nda yozyapman chunki bizga ulgishimiz ham kerak. Tak, balansdan 3%. Davay 5%, 4% qilaylik shuni. 4% tikamiz. O'tish ehtimoli 70. Tak, ketdi mana. Ozgina o'zgartirib qo'yaylik-da jalab. Mana bunga reaksiya qo'yib qo'ying bunday qilib. Xo'p, endi yana ozgina gapiraman. Xo'p, bu ham o'tdi mana 240 ming so'm. Ko'rganlaringdek bor, bizning privilimiz ham bor. Tak, biling, men bunga urmoqchi edim, jallab yo'qolib ketdi-da, suka. Ko'tdi bu. Urdimmi yo? Urdimmi, по-моему, bilet ko'rsatmayapti bu. Suchka, blin, говно. Mana shunaqa-da bolalar. Sekundda ham bo'lib qolishi mumkin. Mana buni qaranglar, xuyet qilinglar, 13-minutda gol bo'ldi. Bilat, suchka. Ano jalab. Men bundan ko'pchilik foyda ola olmadi, tika olmadi. Men o'zim tikdim jalab. Hozir 1 minut. Biling, bolalar uzr ming bor, ozgina yaxshi uxlamaganman-da. Mana shunaqa uyqu ozgina chatoqroq, o'shaning uchun eski skrinshot ikkinchi marta bo'ldi bu xato. Bundan oldingisida ham bo'ldi, ko'rdinglarmi? Eski skrinshotni tashab qo'yib, orqasidan to'g'rilab qo'ydim mana. Uzr avvalambor, mana men bitta eski skrinshotni tashuvdim birinchi, orqasidan men buni tashuvdim. To'g'rilab qo'ydim. Ya'ni mana 858 ni 901 da tashalgan, 912 10 minut o'tirgan, to'g'rilab qo'ydim. Bu ikkinchi marta meni xatoyim bo'ldi. Uzr so'rayman chunki ozgina yaxshi uxlamaganim hisobiga va bunaqa qilmaganim hisobiga, bunaqa tashamaganim hisobiga ozgina chalg'ish bo'lyapti. O'shaning uchun uzr so'rayman. Xo'p, tak. Men buni tak olaylikmi 30-minutiga. Ming bor uzr, shunaqa holat bo'lgani uchun bundan buyog'iga imkon boricha harakat qilaman. Bunaqa narsani kamaytirishga bundan foyda yo'q. Tak, Eron chempionatidan-chi. Davay, men buni 60-minutigacha olib qo'yamiz. 60-minutgacha bo'lish kerak. Tak, 75-minutgacha bor ekan. Total daqiqaga 75. Даже 75-minutgacha chiqarib beryapti. Davay shunga riskovat qilib ko'ramiz. 221 koeffitsient. Xo'p, balansdan biz hozir примерно 240 ming so'm foyda qilgan bo'lsak, davay 400 ming so'm uramiz bunga. Keladigan bo'lsa, normal summa keladi. 400 ming so'm bosib qo'yamiz 75-minutgacha nima bo'lishi uchun. Tak, 400 ming ketdi. Hozir buni kanalga ham tashab qo'yaman. Xo'p, ketdi. Ming bor uzr mana shunaqa xatoliklar uchun. Xo'p, mana men bitta uzr ming bor mana shu narsa uchun uzr so'rayman. 5-martami? Xo'p, balansdan 4% tikamiz. 4% tikamiz. O'tish ehtimoli 70 deb qo'yaylik. Onasi ham 70% o'tib qolishi mumkin shu narsa. 70% ketdi mana. Kanalga tashab qo'ydim, sirazi jonli sizlar bilan. Xo'p, bo'lmasa kutamiz. Buni yana bir narsa bolalar, men bu 397 ta odam, men buni qaranglar, 3 ta odam ko'rgan, даже reaksiya bosayotganlar bir ikkita. Agar meni ko'rib turgan odamlar bo'lsa, men bu kanalga kirib, imkon boricha men bu nimalarga reaksiya bosib qo'ysanglar xursand bo'lardim, chunki menga yoqadi. Danli momentum menga yoqadi, mana shu reaksiyalar, boshqa narsalar menga yoqadi. O'shaning uchun bosib qo'ysanglar xursand bo'lardim. Yana bir narsa, men buni qaranglar bolalar. Bu joyda ko'ryapsizlar, 3 ta yoki 4 ta odam men bilan birgalikda hozirda stavka qilyapti. Bu narsa vaqtiki kelib turib,
10 ming 15 mingta bo'ladi. Men bu narsaga 100% garantiya beraman, ishonaman bu narsaga. Xohlasam bu narsani 5 mingta 10 mingta qilib qo'ya olaman. Ya'ni nakrutka qilib. Xohlasam men bu 397 ta turgan odamni 50 mingta ham 30 mingta ham qilib qo'ya olaman. Lekin menga kerak emas bu narsa. Hamma narsa ro'y-ro'y sizlar bilan birgalikda bo'lyapti. O'shaning uchun 397 ta odam turibdi. Men buni ham общийda men sizlar bilan qanaqa bo'lsa xuddi shunaqa tashlab boryapman. Ko'rganlaringdek. Xullas videoni ozgina emas, bir premyerni bu ham tugadi почти birinchi taymi. Premyerda bir yarim soatlarga to'xtatib turaman videoni. O'zlaring ko'rasizlar oxirida qanaqa natija bo'ldi. Natija bo'lmasa, bundan o'tmaydigan bo'lsa, boshqalardan qanaqa qilib foyda qilib chiqib ketishimizni o'zingizlar ko'raverasizlar. Xullas bolalar, videoni to'xtatib turaman. Xo'p bolalar, mana ko'rganinglardek 76-minut uje. Bizda 75-minutga 1-1, ya'ni nechasini olganmiz. 75-minutgacha bu o'yin necha bo'ladi deb oluvdik. Bu o'yinlar mana ko'rganlaringda o'tib turibdi. Nima degani bu? Bog'ma oriq degan joydan nima 400 ming so'm tikdik, 884 ming so'm prebel qilib oldik. Onasini hamsin bo'laveradi, bizga yarashaveradi. Tak adashmasam 1 million so'm balansi bor odam bo'lsa ham 40 ming so'm tikib qo'ygan bo'lsa 80 ming so'm bor deydi. 50 ming so'm bo'lsa ham sizlarning cho'ntagilarga prebel bo'lsa men xursandman bolalar. Tak hozir endi men bu joydan ozgina qidirib ko'ramiz. Tak Italiya Kubok ayollar. Davay mashina men bu totalini birinchi taymiga bitta goliga olamiz. Tak davaychi 400 ming so'm. 500 urili onasini hamsan bilat 500 ming so'm. 690 ming kelar ekan, premyerda 190 ming so'm prebel bo'lar ekan. Xo'p, hozirgi pobedani tashlaymiz deb kanalga. Undan keyin men buni ham tashlab qo'yamiz. Xo'sh, bu o'tdi uje. Tak, pobeda bo'lgani yo'q. Hozir buni birinchi men buni tashlayveraylik. Bolalarga prebel bo'lgani yaxshi. Tak. Hozir 1 minut bo'ldi. Tak. Men buni tashlaymiz. Balansdan 5% tikamiz. Balansdan 5% tikamiz. O'tish ehtimoli 80% o'tadi mana shu imini mana shu kupon. Tak, men bundoq qilamiz. Buni ham qo'shib qo'yamiz mayli. Xo'p, mana ketdi. Bu ketdi, onasini emsin. Tak, hozirgi o'yinga kiramiz. Va men buni pobeda bo'ldi uje, bu o'tib bo'ldi. Ну, немножко ozgina vaqt kerak bo'ladi bizga nima bo'lishi uchun. Tak, buni albatta Telegram kanalga men tashlab qo'yaman pobedasini. Ko'rsinglar bo'ladi. Uje hozir mana shu 1-2 soat, 1,5 soat vaqtimiz ketdi. 1,5 soat ichida nima qildik? Mana men bitta 150 ming oldik, bundan 484 ming oldik, undan tashqari men bitta 80 ming. Общий hisoblaganda 150 ming so'mi, 500 ming so'mi, 650 ming so'm, u yoq kamida 700 ming so'mdan oshiqroq summani uje olib chiqib qo'ydik bolalar. 1,5 soat ichida balansni to'g'ri taqsimlab turib olib chiqib qo'ydik. Если shto'ga mana ko'rganlaringdek bugunning o'zida bergan stavkalar mana. Tak, qayerdan boshlandi stavkamiz? Tak, mana bundan boshlandi. Bitta, ikkita, uchta, uje 3-kuponimiz ham o'tdi. Вообще gap bo'lishi mumkin emas, strategiyamiz cho'tki ishlaydi. Если men bu o'tmaganda boshqa nima bilan men o'zim pulni olib chiqib berar edim. Har qanaqa machiga bolalar prebelda chiqar edi. Omad tilayman. Bu kuponimiz ham o'tdi. Tak, men buni kutamiz endi. Если что bu o'tadigan bo'lsa ham imenda nimasini tashlayman, videosini, nimasini screenshot qilib turib kanalga tashlanadi. Xo'p, bolalar, o'tishi uchun bu ozgina vaqt kerak bo'ladi. Men bu ham vigrina bo'lishi uje mana o't, vigrina bo'ldi. Buni ham screenshot qilib qo'yamiz deb kanalga tashlaymiz. Xo'p, bolalar, videoni yana to'xtatib turaman, chunki video 32 minut bo'ldi. Bundan oldingisi ekran o'chib qolibdi. Onasi ham o'shaning uchun zapis ham to'xtab qolgan. Nima qilmaysizlar, ahamiyat bermaysizlar, chunki mana o'zlaring ko'rib turibsizlar, live sizlar uchun tikamiz. Men bu videoni hozirgi videoga montaj qilib qo'shib tashlayman. Xo'p, bolalar, yana videoni to'xtatib turaman. Xo'p, bolalar, mana aytdim, 0,5 dan katta birinchi taym bo'ladi dedim. Ko'rganlaringdek,
opitimdan kelib chiqib men sizlarga harakat qilyapman, imkon boricha o'tadigan narsani sizlarga berishga. Ko'rganinglardek 27-minut уже bizning stavka o'tib bo'ldi. Birinchi taymni o'ziga oldik. Endi xo'sh, mana bu yerda Telegram kanalga o'tadigan bo'lsak, bolalar. Men bitta tashladim, to'g'rimi? Mana 22.14 da tashaldi. 1.3 koeffitsient, 1.4 koeffitsiyentga tashaldi. Men bitta yozdim 22.19 da уже 1.8 koeffitsient bo'ldi. Уже norm summa qiladigan joyi deb yozib qo'ydim. 1.8 koeffitsient bo'lib ketdi bu narsa. Normalniy summa qiladigan joy deb yozib qo'ydim. Ko'pchilik ko'rdi, ko'pchilik ko'rmadi. Biza bilan birgalikda harakat qilayotgan odam bo'lsa, normalniy pul qilib oldi deb o'ylayman. Xo'p, men bitga keladigan bo'lsak, общийda mana ko'rib qo'yamiz bolalar. Bugunning o'zida sizlarga mana o'zim 4 ta stavka berdim. 1, 2, 3, 4. Dalshi bo'lsa ishlamoqchi edim. To'g'risi ozgina meni vaqtim bo'lmay qoldi. Ozgina ishlarim chiqib qolgan hisobiga hozir men lichna men bitta to'xtatib turibman. Lekin men bitta ko'rishinglar mumkin. Общий stavka 20 taga stavka qilganmiz. 20 tadan 14 million 900 ming so'm stavka bo'lgan. Undan tashqari men bitta 20 million so'm turibdi. Общий hisoblaganda yo'q. 9 men bittan hisoblaylik-lar. 9,5 million so'm balans solinganmi? 9,5 million so'mdan bu yoqda 15 million 200 ming so'm bor. Endi primerna 5 million 700 ming so'm. 5 million 700 ming so'm pribel qilib oldik. Hozir o'zida normalniy foydamizni oldik. Dalshi bo'lsa ishlamoqchi edim. Ozgina ishlarim chiqib qolganning hisobiga, zarur ishlarim chiqib qolganning hisobiga hozirda videoni to'xtatib turaman. Bu videoni imini YouTube tarmog'iga qo'yaman. Bolalar, like, podpiska, poddeska qo'rasizlar degan umiddaman. Nasib bo'lsa, ertaga kechqurun qaysi vaqtlar oralig'ida siz kirasiz deyilsa, men kuniga kamida 6 ta yoki 7 ta stavka beraman. Kamida bo'lmasa 10 tadan oshiq beraman har kuni. Bugun ozgina ishlatib qolgan hisobga 4 ta bo'ldi. Ertaga taxminiy vaqtlar 18:00 6 dan примерно уже ketaveradi. 6 dan keyin bo'ladi, chunki futbollar, normalniy futbollar, bizga normalniy futbol o'zi ham kerak yo'q, strategiya avvalambor. Lekin 6 dan keyin bo'ladi. Stavkalarimizdan boshqa narsa, hamma narsa 6 dan keyin bo'ladi. O'shaning uchun bir xil vaqtda olsanglar zo'r bo'lardi. Men bitta men yozib ham qo'yganman. Men buni ko'rsanglar ham bo'laveradi. Mana xo'p. Mana tez orada boshlaymiz deb yozib qo'yganman 825 ta. Kella bo'lsa, kimlarnidir foyda olib kelgan bo'lsam, kimlargadir xursandman. Bu videomizni mana bu kanalimizni nimadan topsanglar bo'ladi? Описаниеdan yoki Telegram kanalimizning kommentariyasidan iloji bo'lsa chiroyli kommentariyalar yozib qo'ysanglar, men o'zim lichni kibr emasman, javob qaytaraman albatta hammalarga. Xullas jigarlar, sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Like, podpiska esdan chiqmasin. Xayr, sog' bo'lasizlar. Xo'p bolalar, mana ko'rganinglardek 76-minut уже. Biz 75-minutga 1-1, ya'ni nechasini olganmiz. 75-minutgacha bu o'yin necha bo'ladi deb oluvdik. Bu o'yinlar mana ko'rganlaringda o'tib turibdi. Nima degani bu? Bog'ma og'riq degan joydan nima 400 ming so'm tikdik, 884 ming so'm pribel qilib oldik. Onasini hamsin bo'laveradi, bizga yarashaveradi. Tak adashmasam 1 million so'm balansi bor odam bo'lsa ham 40 ming so'm tikib qo'ygan bo'lsa 80 ming so'm bor deydilar. 50 ming so'm bo'lsa ham sizlarning cho'ntagilarga pribel bo'lsa men xursandman bolalar. Tak hozir endi men bu joydan ozgina qidirib ko'ramiz. Tak Italiya Kubok ayollar. Davay mashina men bu totalini birinchi taymiga bitta goliga olamiz. Tak davaychi 400 ming so'm. 500 uriylik onasini hamsan bilat 500 ming so'm. 690 ming kelar ekan, primerna 190 ming so'm pribel bo'lar ekan. Xo'p, hozirgi pobedani tashlaymiz deb kanalga. Undan keyin men buni ham tashlab qo'yamiz. Xo'sh, bu o'tdi уже. Tak, pobeda bo'lgani yo'q. Hozir buni birinchi men buni tashlayveraylik. Bolalarga pribel bo'lgani yaxshi. Tak. Hozir 1 minut bo'ldi. Tak. Men buni tashlaymiz. Balansdan 5% tikamiz. Balansdan 5% tikamiz. O'tish ehtimoli 80% o'tadi mana shu imini mana shu kupon.
Tak, mana bundoq qilamiz. Buni ham qo'shib qo'yamiz mayli. Xo'p, mana ketdi. Bu ketdi, onasini emsin. Tak, hozirgi o'yinga kiramiz. Va mana buni победа bo'ldi уже, bu o'tib bo'ldi. Ну, немножко ozgina vaqt kerak bo'ladi bizga nima bo'lishi uchun. Tak, buni albatta Telegram kanalga men tashlab qo'yaman pobedasini. Ko'rsanglar bo'ladi. Уже hozir mana shu 1-2 soat 1,5 soat vaqtimizga ketdi. 1,5 soat ichida nima qildik? Mana bitta 150 ming oldik, bundan 484 ming oldik, undan tashqari mana bitta 80 ming. Общий hisoblaganda 150 ming so'mi, 500 ming so'mi, 650 ming so'm, u yoq kamida 700 ming so'mdan oshiqroq summani уже olib chiqib qo'ydik bolalar. 1,5 soat ichida balansni to'g'ri taqsimlab turib olib chiqib qo'ydik. Если shto'ga mana ko'rganlaringdek, bugunning o'zida bergan stavkalar mana. Tak, qayerdan boshlandi stavkamiz? Tak, mana bundan boshlandi. Bitta, ikkita, uchta, уже 3-chi kuponimiz ham o'tdi. Вообще gap bo'lishi mumkin emas, strategiyamizda cho'tki ishlaydi. Если uchun mana bu o'tmaganda boshqa nima bilan men o'zim pulni olib chiqib berar edim. Har qanaqa machiga bolalar pribelda chiqar edi. Omad tilayman, bu kuponimiz ham o'tdi. Tak, mana buni kutamiz endi. Если что bu o'tadigan bo'lsa ham, imenda nimasini tashlayman, videosini, nimasini screenshot qilib turib kanalga tashlanadi. Xo'p, bolalar, o'tishi uchun bu ozgina vaqt kerak bo'ladi. Mana bu ham vigrina bo'lishi уже mana o't, vigrina bo'ldi. Buni ham screenshot qilib qo'yamiz deb kanalga tashlaymiz. Xo'p, bolalar, videoni yana to'xtatib turaman, chunki video 32 minut bo'ldi. Bundan oldingisi ekran o'chib qolibdi, onasi ham o'shaning uchun zapis ham to'xtab qolgan. Nima qilmaysizlar, ahamiyat bermaysizlar, chunki mana o'zlaring ko'rib turibsizlar, live sizlar uchun tikamiz. Men bu videoni hozirgi videoga montaj qilib qo'shib tashlayman. Xo'p, bolalar, yana videoni to'xtatib turaman. Xo'p, bolalar, mana aytdim, 0,5 dan katta birinchi taym bo'ladi dedim. Ko'rganlaringdek, optimdan kelib chiqib, men sizlarga harakat qilyapman, imkon boricha o'tadigan narsani sizlarga berishga. Ko'rganinglardek, 27-minut уже bizning stavka o'tib bo'ldi. Birinchi taymni o'ziga oldik. Endi xo'sh, mana bu yerda Telegram kanalga o'tadigan bo'lsak, bolalar, mana bu yerda tashladim, to'g'rimi? Mana 22.14 da tashaldi. 1.3 koeffitsient, 1.4 koeffitsiyentga tashaldi. Mana bu yerda yozdim 22.19 da уже 1.8 koeffitsient bo'ldi. Уже norm summa qiladigan joyi deb yozib qo'ydim. 1.8 koeffitsient bo'lib ketdi bu narsa. Normalniy summa qiladigan joy deb yozib qo'ydim. Ko'pchilik ko'rdi, ko'pchilik ko'rmadi. Biza bilan birgalikda harakat qilayotgan odam bo'lsa, normalniy pul qilib oldi deb o'ylayman. Xo'p, mana bu yerga keladigan bo'lsak, общийda mana ko'rib qo'yamiz bolalar. Bugunning o'zida sizlarga mana o'zim 4 ta stavka berdim. 1, 2, 3, 4. Xo'sh bolalar, boya ko'rdinglar, 4 ta stavka qildik. Hammasi o'tdi. Hozir примерно soat 3. Boya ozgina ishlar chiqib qoladi. O'shaning uchun kanalda aytib o'tdim, Telegram kanalda. 2 dan keyin uxlamaydiganlar bo'lsa, normalniy stavkalar beraman deb aytdim. Tak, boyagi stavkalar o'tgan. Общий примерно 1 million so'mga yaqinroq summa ishlab topdik boyani o'zida. Xo'p, hozir sizlar bilan yana ozgina harakat qilib ko'ramiz. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Tak, hozir 1 minut. Mana bugunning o'zida 4 ta stavka qildik, hammasi o'tdi. Hammasini jonli tarzda berib borganmiz. Tak, uxlamaydiganlar bo'lsa 2 dan keyin yana stavkalar beraman deb aytib o'tdim. Xo'sh, sizlar bilan hozir balans taqsimlab turib, yana ozroq summa qilishga harakat qilib ko'ramiz. Tak, men bu o'yinga 3,5 dan oziga давайте 414 ming so'm tikib ko'ramiz. Tak kelsa salkam 150 ming so'm pul kelar ekan. Xo'p, Telegram kanalga sirasi tashlaymiz. Uxlamaganlar bo'lsa, bemalol nima qilsa bo'laveradi. Xo'p, balansdan 5% tikamiz. O'tish ehtimoli 70% demak. 70% ehtimol bilan bu narsa o'tadi. Tak, tashlab qo'ydik. Xo'p. Telegram kanaliga kirganlar bo'lsa, bir qator mana bunaqangi emojilar qoldirib qo'ysalar zo'r bo'lardi. Tak. Xo'p, 86-minut уже. O'zi hozir turdim, ahamiyat bermaysizlar, bilat. To'g'risi uyqu mashqa bo'lib qolganda. Onasining ham kechasi bilan futbol ko'raverib, mashqa stavka qilaverib har kuni. Umr shuni ichida o'tadi. O'shaning uchun bilat uyqular ham ozgina chalkashib yotibdi.
Tak, uyda ishlari bor, boshqa bor, bilet, biznes. Xo'p, bolalar. Kutamiz. Primerni buni o'tishiga taxminan 10 minutlar bor. Telegram kanaliga tashab qo'ydim. Tak, ungacha men nimani bosib turaman, pauzani. O'tgandan keyin o'tsa, dalsi bo'lsa stavka qilib ketaveramiz. O'tmaydigan bo'lsa, boshqacharoq yo'nalish bilan buni pulni qaytarib, даже foyda bilan olib chiqib ketishga harakat qilamiz. Xo'p, stop qilib turaman. Xo'sh, akalar, mana 2 minutcha qoldi. Uje bu biling. Ayba. Uje bu stavkamiz ham o'tdi, почти 1 minut qoldi. Qanaqadir bir sehrgarlik bo'lib ketmasa o'tdi bu. 94-minut o'tsa, prям kanalga tashab qo'yamiz. Tak. Primerda bundan ham 150 ming so'm foyda qilib oldik, 414 ming bilan. Tak. Bu o'yinlardan uje masalan olib bo'ldik. Tak, bu o'yinlar ham tugabdi. Saudiya bu ham yo'q, janab. Bu ham tugagan, bilet. Xo'sh. Tak, 3-golni olib ko'ramiz ham shunga. Total daqiqaga. Давайте mashina 2,5 dan ko'p olib ko'ramiz 75-minutgacha. Xo'sh, balansdan kelib chiqib 500 ming tikamiz. Primerna 5% bo'ladi. Tak, ketdi. Hop. 2,5 dan ko'p. Primerni urib qolish kerak. Xo'p, bu ham почти o'tdi. Buni kanalga tashab qo'yaylik bolalarga. Normalniy aktiv hozircha yomon emas. Hozir o'zida 4 ta odam o'zi ham kechqurunda ko'rib turibdi. Chunki kanalimizda yangi hali. Tak, yozib qo'yamiz. Balansdan 5%. Telefonga ahamiyat bermaysizlar akalar. Telefon Redmi, sabab bunga chunki zaryadka muammosi dejalar har doimgidek. Xo'p. Mana ko'rganlaringizdek hozir o'zida ham prям zaryadka suqib qo'ydim. Tak, 15% olib turibdi. Chunki tezroq olganimning hisobiga, ham uzoqroqga yetganning hisobiga iPhone dan ko'ra shu yaxshiroq, menga удобный. O'shaning uchun Redmi telefonni ishlataman. Xohlasam 5 ta 6 ta iPhone telefonini olishga ham qurbim yetadi. Tak, давайте. Hop, emotsiya qoldirib qo'ydik. Mana bu stavkamizda nima bo'ldi, shuni ko'ramiz. O'tdi uje bu ham. Tak, o'tishi bilan kanalga screenshot qilib tashlaymiz. Videoni yana to'xtatib turaman. Taxminan bir yarim soat u yoq bu yog'iga, yarim soatlarda o'tsa, mana bu stavkamizda o'tganini tashlaymiz yoki bo'lmasa boshqa zamena bilan pulini har qanaqa manchaga olib chiqib ketishga harakat qilib ko'ramiz. Xo'p bolalar, bu stavkamizda ham bizani uzoq kuttirgani yo'q. Primerna уже 57-minut, уже 3-gol bo'ldi. Ya'ni biza buni 75-minutgacha 2,5 dan ko'p oluvdik, 1,5 koeffitsient normalniy o'tib berdi. Уже 3-0. Hozir sizlar bilan yana bir stavka qilib ko'ramiz, o'zlaring ko'rasizlar. Tak, xo'sh. Kiramiz, просто statistikasini ko'rib chiqamiz. Tak, 2-0. Mana buni ko'raylik-da. Xo'p. Tak, shuni birinchi taymiga olib ko'rsa ham bo'ladi. Tak, давайте 300 ming so'm. Bu давай 500 uraylik, onasini emsin. Bir xil summa 5% dan urib ketaveraylik. Onasidan 100 ming so'm kelar ekan. Tak, bosib ko'ramiz. 2 koeffitsient ko'rganlaringda o'tish kerak. Ehtimoli katta. Tak, mana hozirgi stavkamizda o'tishi bilan yana Telegram kanaliga tashab qo'yaman. Tak, sразу screenshot qilamiz. Tak. Xo'p. Balansdan 5% tikamiz. Ehtimoli 70% deb o'ylayman. 70.
70% ehtimol bilan o'tib qolishi mumkin. Tak o'zgartirish kiritib qo'yaylik. Tak mana onasini emsin. Xo'p, bolalar, mana bu ham o'tdi. Bundan keyingi mana bu ham o'tgan. Hozir uni ko'rdinglar. Buni ham imенно yutgan videosini tashlab qo'yaman Telegramga. Xo'sh. Keyin bu taxminan birinchi taymiga oldik. Xohlagan vaqtda gol bo'lishi mumkin. O'shaning uchun videoni ozginaga to'xtatib turaman. Вот уже mana bu ham o'tdi. Tak, screenshot sразу kanalga tashlanadi. Bormi? Og'riq. To'g'ramizmi deb yozib qo'yaman. Tak, normalni bugun qanaqadir omadli kunlardan biri bo'layapti. Tak, nimaga biz balansda mana bu ozroq qilib tikamiz? Buni sababi orada bilmayman, buni jalab o'zini tashab qo'yibman, u jalab suka dalbayob bilat nima qilyapman boru. Ну, давай. Orqasidan ham tashab ham qo'yiraman, bo'laveradi bilat. Nima bilat? Onasi ham bo'laveradi. Bormi? Yana men buni qo'shaylik rasmda. Tak. To'g'ramizmi deb yozib qo'yaman. Tak. Xo'sh, normalniy. Anu ham o'tdi уже. Bugunning o'zida bu nechinchi stavkamiz? Tak, men bittan hisoblaylik-da. Xo'sh, 315 ming so'mdan boshlovdik. Yo'q. Yo'q. Da, shundan. Уже 6-kun 729 da qilingan stavka bu kechagi. Tak, 845 dan bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta stavka podrяд o'tdi ko'rganlaringda. Tak, bu balansda taqsimlashimizdan sabab mana bular o'tmay qolishi mumkin. O'tmay qolsa dagon bilan, ya'ni 2x qilamizmi, boshqami, o'shna qilib turib, boshqasidan olib chiqib ketamiz foydamiz bilan. Ya'ni men buni foydasini ham onasini hamsin o'tmaganda. Undan tashqari boshqa qilib turib, kattaroq summa bilan normalniy koeffitsient bilan olib chiqib ketishga harakat qilamiz. Strategiyamiz shundan iborat. O'shaning uchun balansda summa turishi kerak doim. Tak, buni aytganimda, oy jalla, nima bo'lyapti bolalar? Nima bo'lyapti? Qaranglar, bola. Bilat. Normalniy, уже o'tdi bu ham. Tak. Yana 500 bor. 7-stavkamiz ham o'tdi уже. Mana ko'rganlaringda. Tak, normalniy. Tak, bu qulplanda onasini ham atmina gol bo'lmasa bo'ldi. По-моему o'tdi. Ko'ramiz. Ozgina videoni to'xtatib turaman. Xo'p, bolalar, uzoq kuttirmadi. Уже bu stavkamiz ham o'tdi. Bu stavkani o'zidan 500 ming so'm pribel qilib oldik. 562 ming normalniy. Bilet. Sukami bu dalbayob bilet. Bo'ldi. Уже buni ham tashab qo'ydik. Normalniy. Tak. Anchadan beri men bunaqa Telegram kanallar boshqa yuritmaganman. To'g'risi kalla har xil joylarda yurgani uchun nima qilib qo'yaman? Normalniy o'tdi bu ham. Tak, hozir sizlar bilan yana bitta stavka qilib ko'ramiz. Bitta yoki ikkita stavka qilamiz. Xo'p. Tak. Xo'p, bundan foyda yo'q уже. Men bundan foyda qilsak bo'ladi. Tak. Natija daqiqada 75-minutgacha ikki hisob ko'ramiz. Qani nima bo'lar ekan? Уже ko'rganinglardek, bugunning o'zida katta koeffitsiyentlarga urib ko'ryapmiz. Chunki normalniy plyus qilib bo'ldi. O'shaning hisobiga kattaroq koeffitsiyentlarga urib ko'ryapmiz. Qandaydir bo'lib, hamma koeffitsiyentlarimiz o'tib ketyapti. Tak, qanaqadir omadli kunlardan bittasi bo'lyapti. Tak, hisoblaymiz. Давайте bunga ham 650 ming tikaylik, onasini hamsin. Yutganimizning hisobiga kattaroq summa tikib ko'ryapman. O'tsa 1,248 ming so'm. Xo'p. Tak. Buni sразу Telegramdagi bolalarga irg'itamiz. Tak. Xo'p. Balansdan пример 6% tikamiz. Tak.
o'tish ehtimoli 70. Ozgina staj borligini hisobiga biza normalniy foyda qilyapmiz. Tak ehtimoli 70%. Tak yozamiz. Bilet 70%. Xo'p, bundoq qilib qo'yamiz. Normalniy. Xo'sh bolalar, ko'rganinglardek, soatni o'zi ham 3:30 bo'ldi. Onasini emsa вообще bor, uyqu biznes tortyapti. To'g'risi, o'shaning uchun tak oxirgi stavkamiz mana 650 ming so'm tikilgan, kelsa 1.242 ming so'm kelishi kerak. Tak o'zi biza общий mana bu yerda kirgan vaqtimizda bugungi qilgan stavkalarimizning ichida balansimizda 14.300 ming so'm bilan kirgan ekanmiz. Hozir o'zida 1.200 ming so'mdan oshiqroq 1.260 ming pribel bor. Undan tashqari mana bu yerda ham agarda mana bu o'tadigan bo'lsa 1.260 mingga yo'q 3 million so'm bir kunning ichida yo'q 3 million emas ekan, onasini ham sen bilet 2.500 ming so'm pribel qilib olyapmiz. Normalniy bu ham o'tib berish kerak. O'tish ehtimoli aytganimdek 70%. Tak men o'zi shu yerda videoni yakunlayman. Uje damni olaylik, 3:30 bo'libdi soat. O'ylaymanki bu o'tadi. Bolalar taxminan ko'rganlaringdek 5 soat 6 soat vaqtim sizlar bilan birgalikda imenda mana shunaqa narsa uchun sizlarga tashab yo'q o'zim ham pul qilyapman to'g'ri, lekin sizlarga ham baribir qanchadir vaqtimni ajratyapman. Qo'llaringdan kelsa bu videoga albatta like bosib qo'yinglar. Mana shunaqa minusda yurgan odamlar bo'lsa, bizani imenda komandaga chorlasanglar, komandamizdan mana bu normalniy pul qilib chiqib ketsa bo'ladi. Kunlik bizani rejimga tushib olsa, har kuni faqat mana shu rejim pul tikiladi, olinadi. Shu rejimga tushib oladigan bo'lsa, har qanaqa minusidan chiqib ketsa bo'ladi. Ozgina vaqt talab qiladi, hamma narsa vaqt talab qiladi. Birdaniga qaytarib olsa bo'lmaydi. Bo'ladi to'g'risi, lekin uning uchun omad kerak bo'ladi bunga. 50 kelik narsa kazino, games qilib o'ynasa bo'ladi. To'g'ri, bu pulni 16 million so'mmi примерно qancha 6,5 million so'm foyda qilgan bo'lamizmi? Общий 3 kunning ichida agarda mana bu ham o'tadigan bo'lsa, tak 7 million 700 8 million so'm foyda qilgan bo'lamiz ekan. Примерно yo'q, 8 millionga yaqinroq so'mmi. Tak 3 kunning ichida 8 million so'm foyda qilayotgan bo'lamiz. Lekin agarda buni 8 million so'mni mayda Gamesdan topsa ham bo'ladi, lekin u omadga bog'liq aytganimdek 50 kelik narsa. Agar omad keladigan bo'lsa 10 million so'm 30 million qilsangiz ham bo'ladi, bo'lmasa 6 sekundda 10 million so'mni tushib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bizlar bilan birgalikda har doim pul qilsanglar bo'ladi. Mana shunaqa kunlik dagon qilib, stavka qilib pul qilib ketaveramiz. Bugunning o'zida ham agar men bu o'tmagan taqdirda ham o'tadi 70% ehtimol bilan. Agarda qiziqadiganlar bo'lsa Telegram kanalga o'tib qo'yinglar. Telegram kanalga tashab qo'yaman, o'tmaganini ko'rsanglar bo'ladi. Yo bo'lmaganda keyingi videorolikda ko'rsatib o'tib ketaman, o'tdi yoki o'tmadi deb. Agar o'tmagan taqdirda 1.300 ming, o'tadigan bo'lsa 2,5 million so'mdan oshiqroq summa foyda qilgan bo'lamiz bugun. Xo'p, bugun videoni yakunlayman. Aytganimdek like, podpiska yaqinlarga ham tashinglar. Shunaqa minusda yurgan odamlarga. Like, podpiskani esdan chiqarmaysizlar bolalar. Xullas deganlar, sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar.